16 ming rubl, 16 Pro 89 ming rubl, 16 Pro Max 104.900 rubl, S23 Ultra 61.900 rubl, S24 Ultra 71.900 rubl va nihoyat S25 Ultra 89.900 rubl. Bizning manzillarimiz Moskva hamda Sankt-Peterburgda. Asosiy do'konimizning manzili Moskva metro avtozavodskaya 3-behtdan chiqqan Dobuvnoy sentr ichida. Narxlar haqidagi ma'lumot esa faqat Telegram kanalimizda mavjud. Bizdan arzon topsangiz 2000 rubl bonus beraman. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RIA agentligining axborotiga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin 12-mart kuni Kurskdagi bosh shtabga tashrif buyurib, u yerda qo'mondonlar hisobotlari bilan tanishgan va keyin shtab boshlig'i general Gerasimovga Kurskni zudlik bilan Ukraina armiyasidan tozalagan holda Moskvaga qaytarishni buyurgan. General Gerasimovning hisobotiga ko'ra, Rossiya armiyasi Kursk viloyatini 86% hududini to'liq egallab bo'ldi. General Gerasimovning bildirishicha, Ukraina Kursk frontida 12-mart holatiga ko'ra umumiy 67 mingdan ortiq askar bilan 7 mingdan ortiq harbiy texnika yo'qotdi. Gerasimovning urg'u berishicha, Ukraina armiyasida mavjud bo'lgan 19% brigada Kursk viloyatiga tashlangan edi va bugungi kunga kelib ularni bari qurshovga olingan. Qurshovdan esa Kiyev qo'shinini tirik chiqib ketishga imkoni yo'q. Eslatib o'tamiz, Putin Kursk viloyatiga bostirib kirgan va Kurskda qo'lga olingan harbiylarni terroristlar sifatida jazolashni bildirdi. Putinga ko'ra, Kursk viloyatiga tinch aholi ustiga bostirib kirgan harbiylarni birortasi jazosiz qolmaydi va ular terroristlar sifatida jinoiy javobgarlikka tortiladi. Endi Kursk viloyati bo'yicha Ukraina armiyasi bosh qo'mondoni general Sirskiyni Zelenskiyga topshirgan hisobotiga o'tamiz. Strana agentligining xabariga ko'ra, bosh qo'mondon Sirskiy 13-mart kuni Vladimirlarning kenja variantiga Kursk bo'yicha so'nggi hisobotni taqdim qilgan. Unda qayd qilinishicha, Kursk viloyatida vaziyat agar Ukraina hisobga qaralsa o'ta og'ir. Boisi qo'shinning asosiy qismi Sudja shahrida qirib tashlanib, yana bir yirik qismi xuddi shu Sudja shahrida qurshovda qolgan. Sirskiyning Zelenskiyga va'dasiga ko'ra, Ukraina agar qancha qurbon bersa ham Kursk viloyatini Kiyevdan buyruq kelmaguncha topshirmaydi. Endi Trampning elchisi Steve Uitkovni Moskvaga yo'l olgani bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. Wall Street Journal agentligining axborotiga ko'ra, Donald Trump 13-mart kungi o'z bayonotida maxsus elchi Steve Uitkovni Moskvaga yo'l olganini e'lon qilgan. Trumpga ko'ra, Steve Uitkov Moskvada Rossiyadan Zelenskiyni vaqtincha pauzasini qabul qilishni so'ramoqchi va u shuningdek Moskvaning shartlarini ham o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, Steve Uitkov Trumpni oldiga faqat va faqat ijobiy natija bilan qaytishi shart. Eslatib o'tamiz, 13-mart kuni Ukraina poytaxti Kiyev bombardimon qilingan. Qiziq tomoni shundaki, Ukraina hukumatı 13-martga o'tar kechasi Kiyevga berilgan zarbalarni aholisiga meteorit deya tanishtirgan. Ukrainaning Miratvorets agentligining ma'lum qilishicha, 13-martga o'tar kechasi Kiyevga zarba bergan raketalarning aksariyat qismi Rossiyaning Iskander ballistik raketalari edi. Endi amerikalik senator Lindsey Grahamni Moskvaga yo'llagan tahdidiga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Fox News agentligining xabariga ko'ra, 13-mart kuni senator Lindsey Graham Putin va uning administratsiyasiga tahdidli murojaat yo'lladi. Lindsey Grahamga ko'ra, nima emish Putin bugun Zelenskiyni 30 kunlik pauzaga xizmat qiluvchi taklifini so'zsiz qabul qilish kerak. Aks holda Lindsey Grahamga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Rossiyani yana sanksiyalarga ko'mib tashlaydi va bu safar Lindsey Grahamga ishonilsa, sanksiyalar nafaqat Rossiyani o'ziga, balki uni barcha hamkorlariga ham qarshi ishlaydi. Senator Lindsey Grahamning yakuniy tahdidiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari agar Putin urushda 30 kunlik o'q otishni to'xtatishga xizmat qiladigan shartnomaga rozi bo'lmasa, u holda butun yer sayyorasi bo'ylab Rossiyadan neft, gaz va uran sotib olayotgan davlatlar iqtisodiyotiga jiddiy zarba beradi. Sababi agar Putin tinchlik shartnomasidan bosh tortsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining eng dahshatli sanksiyasi kuchga kiradi va bu sanksiyalardan keyin kimda kim Rossiyadan neft, gaz yoki uran sotib olsa, o'sha davlatlar iqtisodiyoti tanazzulga yuz tutadi. Bu senator Lindsey Grahamning tahdidi edi.
Endi Polshani Qo'shma Shtatlardan kutilmaganda yadroviy qurol so'raganiga oid xabarga o'tamiz. Financial Times agentligining axborotiga ko'ra, Polsha prezidenti Andrzej Duda Trampning maxsus elchisi bilan uchrashuvda bormay kelmay, Washingtondan yadroviy qurol so'ragan. Andrzej Dudaga ko'ra nima emish? Amerika Qo'shma Shtatlari Polsha hududiga o'zining eng kuchli yadroviy qurollarni o'rnatib chiqishi kerak. Bu esa Dudaning fikricha NATOning sharqiy qanotini xavfsiz bo'lishini ta'minlab beradi. Turfa-olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.